Yaqin qarindoshim xolam jinsiy a'zodan, ya'ni bachadondan onkologiya bilan kasallanib vafot etdilar. Endi meni bu savol juda ham qiynayapti Dildora opa. Onkologik kasalliklar nasl suradimi va menda ham bu holat bo'lish ehtimoli bormi? Onkologik kasalliklar nasl suradimi? Bu savol ko'pchilikni tashvishga soladi. Agar yaqin qarindoshlaringizda onkologik kasalliklar aniqlangan bo'lsa, demak siz o'z vaqtida bo'lishi mumkin bo'lgan holatni oldini olish yoki erta muddatda aniqlashingiz mumkin. Chunki onkologik kasalliklar metastaz bo'lganda 3-4 darajaga o'tganda o'lim holatlari kuzatiladi. To'g'ri, ba'zi onkologik kasalliklar irsiy moyillikka ega bo'lishi mumkin. Ammo siz chuqur bezovta bo'lmang. Bu degani sizda ham bu kuzatiladi degani emas. Biz siz bilan birgalikda bu kasalliklarni oldini olishimiz yoki erta bosqichida aniqlashimiz mumkin. Buning uchun siz bir yilda bir marotaba bo'lsa ham ginekolog profilaktik ko'rigidan o'tishingiz kerak. Pap test, kolposkopiya, sitologiya tekshiruvlarini amalga oshirishingiz kerak va doimiy ultratovush tekshiruvi, qon ajratmalarini tekshirtirish, bakteriologik ekmalarini amalga oshiring. Eng asosiysi sog'lom turmush tarzini olib boring. Zararli odatlaringizdan voz keching. Onkologik kasalliklarni asosida immunitet tushish yotadi. Shuning uchun immunitetingizni mustahkamlang. O'z salomatligingizni nazorat qiling. Profilaktik ko'rik uchun call centerga murojaat qilasiz. Barcha kerakli tekshiruvlar, ultratovush tekshiruvi, kolposkopiya, sitologiya, pap testlarni sizda tekshirib ko'ramiz va ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun ijobiy xulosa beramiz.